hozir. Assalomu alaykum. Salom. Men Jasur akamni bo'lajak ayollari Jasminaman. Tushunmadim. Ayollari? Bo'lajak ayollari. Iltimos, sekinroq gapiring. Uyga kiring, bafurcha gaplashamiz. Yo'q, choy kerak emas. Xullas, biz Jasur akam bilan ahd paymon qilganmiz. Biz bir-birimizni sevamiz. Sevganda ham juda qattiq sevamiz. Xabaringiz bo'lsa kerak. Ular siz bilan yaqinda ajrashadilar. Bu haqda gapirdilarmi? Yo'q. Yo'q. Unda endi bo'ladi. Bu narsadan xabarim yo'q. Men sizni tushundim. Xullas, hozir Jasur akamga qo'ng'iroq qilamiz. Agar mana shu ma'lumotlaringizni tasdiqlasalar, siz aytganingizdek men ajrashaman. Agar inkor qilsalar, siz ularni hayotidan chiqib ketasiz. Hozir siz menga shart qo'yapsizmi? Bemalol qilishingiz mumkin. Jasur akam meni sevadilar. Qiling. Allo, adasi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.